Meni acayip sevginip sizler. Gündəlik vlogunuzda hem bəhrlənmədən sədə deb pek uçur qaldırıb sizler şimdi hoş oldum. Muş xizmətdən aldıraşçılığında sizlerge kiriştirib çıxırıb bulamay qaldım dostlar. Köygününglardək muşu araldagi uyullarımızdan qoyub qaytıb kelibla. 3 itotning tayyorlik xizmatlarga tushib ketgan toq. 2 hafta jaboliq repetis qilish jarayonida mush g'albalik holda sahnagim aj qilib oldik. Boshliqlarimizni ko'rib, tekshirib o'tkazib olgan bo'ldi. Ko'rib turganinglardek, mana bu sahnadagi bu uy mening itotdagi uyim. Mening uyim deb qo'yay. Bəyli güzel layınıbdı, şunchalik yaxshi ko'rdim. Rasmlarim nima deydi, nimachiq rasm. Mening o'zimning uyimda bir bajim rasmlarim yo'qdi. Shunday tamlaq rasmlarni esib olsam tayyor turgan do'stlar. Rastilla bir xil o'zimning uyida kezib ketdim. Bəyli maris uy bo'libdi. Shunchalik yaxshi ko'rdim, ajoyib hayajonlandim. Idotimiz shunday ishga kirib shunday yaxshi o'ynayibdi menda. Shuning bilan bu jaboliq xizmatlarimizni tugatib, oxiri shanba yakshanbada aram azaq bo'lgan bo'lib uyga boshchilabla kirib ketdim do'stlar. Odatda amda jaboliq ishlaymiz. Biz xizmatga chiqariq sirtlarda bo'lamiz. Lekin aralli vaqt topsam, aram oldigan vaqtlarim bo'lsa, asos jihatdan uydan talaga chiqmay aram olishni yaxshi ko'raman. Shuning bilan atdigan sahar charchab ketganimga qaramay, qizimga go'zal nashliqlarni tayyorlab bir jinsi beraychi qizimga deb yana sahar turib oldim. Buning huzuriga hech narsa yetmaydi do'stlar. Analar bu xil hissiyatni bek bilamiz. Garchi bir xil jo'patatganda qilgan bilan uydagilarimiz bilan birga go'zal dasturxonlarda tayyorlagan g'izolarimizda birga g'izolansak nim degan baxtda shunday oddiy ishlardan ajoyib huzurlanma do'stlar, shunchalik yaxshi ko'raman. Shuning bilan nashliqlarni qilib bo'lgandan keyin tush bo'pti, tush bo'lish bilan naringa tayyorlik qilib qizimga narini yetib bergan bo'ptiman. Xizmatning aldirashchiligida amal yo'q, lekin ozroqli vaqtim bo'lsa uyda tamoq yetib yeyishni yaxshi ko'raman do'stlar. Uyda tamoq yesak salomatligimizga, ayolning kayfiyatiga ish qilib bek ko'p jihatda foydasi bor deb o'ylayman. Amal va uyda tamoq yetib yeylik do'stlar. Qandaq bir tamoqlarim o'xshagan chiroymi ya? Mishakin o'xshabdi deb his qo'yinglarchi. Mush burungi onalarimizning vaqtini silishtirganda do'stlar, hozir biz yana shunday baxtlik, nurg'un ishlash shunchalik qulaylik bo'lib ketdik. Har xil har yangi qulaylik tayyor yemekliklar chiqib ketibdi. Yaqinda mush bir do'stimning tavsiyasi bilan Hünərvən markasidagi müştəri yeməkliklərini setib algandim. Shundaq yeyishga ham qulaylikka, matson qo'yganlarimiz shundaq pek payzgan do'stlar, dentalri degandek. Shundaq payz chiqibdi, shundaq qulaylikka. Qizim har qitim yakshanba kun tushdan keyin maktabiga chiqishdan burun yotoqdagi savodashlarga denta pishirib olib chiqib ketdi-da. Uyda qilsak xuddi sirt setib olgandek shundaq yeyishga chiqadigan ham pax bo'ladigan. Maktab maqdigan vaqt qolganda apa yana pishirib bersang dedi. Shuning bilan odatda 2-3 tal qilib pishirib turgan vaqtda mushtantani ichiga qo'ygan tuxum qiyamini eritib, yana ishiltib bo'lgandan keyin yana to'ltirgan yaga selib qo'yib, shundan bir zerikkandim. Shuning bilan yaxshi bir amaldan birini o'ylab topdim do'stlar. Mushunday qilsak, mustaqildan mushtaqan qo'yilqachining ichiga qo'yiblam, har bir qitimliq bir taldan topshirgan chog'da anadan bir talni chiqariblam ichiga solsa. Shunday bir qulaylik bo'lganda, miya kelib ko'rib mishay kelgan vaqtingizdan "Voy, siz nimaga aqlli" deb bir maqtaytinglarchi, shunday bir xo'sh ketay. Shuning bilan shunday pach-pachidillam 90 tal chiqarib, qizimga bu dantani pishirib tayyor qilib oldim. O'xshabdimi? Shunday bir payz chiqdi. Uyning ichi degan mizlik qurab, uyning ichini bir hal deya. Shuning bilan qizim xushal do'stlarimga ipmangdim deb ipmangdi. Shuning bilan shanba kunlarimni sizlarga bahrlash qildim do'stlar. Hammamizning har bir kunlarimiz xotirjamlik ichida o'tishga nisb bo'lsin. Bu do'stlar qitimliq blogimiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh.